Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun men Dehqonobodga Chiroqchidan keldim, ya'ni Saman o'rtog'imnikiga. Mana bugun bir kunimizni sizlar bilan birgalikda bo'lishamiz. Samandagi qani ketdik. Yur. Samandozlar bilan chiqib kirgan chaqiriq. Mana bugun kiloverdik. Bizni obunachilarimiz ham ko'rishamiz endi. O'yinlarda plakat, o'yinchoq, bunday oyoq kiyimlar ko'rindimi? Nima shug'ullansizlarmi? Ha, maktab istamni moqchiman. Moqchiman. Nechta bor? 25 ta. 25 ta. Qani yuraylikmi? Sinamay Vallahi shu yerda hozir. Ha, bu yerda boksofasi bor. Kesak bilan o'zi. Nima? Boksofasi bor. Vay. Ko'rmasak ham mayli. Yurdik. Darlar, turishlar. O'zi taraf bo'lgan. Ko'ryapsiz. Bo'lsa, bo'lsin ketdi, hamma qo'ysin. Nima uydigasida birinchi yurib ketayapman. Men bu yoqda turnigi bor ekan, bitta ko'rsatdi. Sekunda shug'ullanaverdim, ancha bo'ldi shug'ullanib qo'ygan. Qishlar qayerda? Uyda men ko'p bilmayman chunki. Mana haqiqiy qishloqning radnoy ishi desa ham bo'ladi, sigirga qarash bu. Qaramagan odam bo'lmasa kerak. Ikkita sigir bor ekan do'stlar, ikkita sigir. Yaxshi. Bunda xullas shunaqa gaplar, ikkita sigiri bor ekan, qarar ekan, har kuni ertadan turib. Rahmat. Rahmat. Bilamizki, Dehqonobod hozirgi kunda o'sha mashhur kavragi bilan mashhur. O'shani hozir ko'ramiz. Sizlar Samanlarda va Dehqonobodda chiqadi. Boshimga tekib turibman. Bittadan katada bu archa bor ekan. Keling. Yana ko'payadi. Da, Sovet damni quruqjoylarda yaxshi o'sadi. Dehqonobodga moslar. Ham foydali hisoblanadi bu. Endi o'sha mashhur Dehqonobodda kavragini bitta ko'rsatdim. Kavragini. Qurib qo'ygan. Bitta kadr. Mana O'zbekistonda. O'sha mana kavrak endi bu hozir qurigan ekan. Bahorda kesalaring. Juda foydali bo'ladi deb eshitganman. Testosteronni oshiradi degan. Erta. Bahorda nasib bir aylantiraman. Isqi yashiroq bo'ladi. Bu. Hormasinlar. Rahmat. Bu necha yillik buzoq bu? Bu yil bo'lmadi menimcha. Ha. Yil bo'lmadi. Kelasi yil fevralmi, martmi yil bo'lib qoladi. Yaxshi. Nima? Samoxonada. Mana. Bu Sariq kunjara. ha, keyin ham bor. Aralashtirib berish. Kepak. Ha. Kepak deydi. Keyin bundan ham bor. Un. Ikkinchisi. Bundan ham aralashadi. Yaxshi. Zaksiga tuz bor. Zaksiga tuz. Somon. Moskoya. Beda. Turnigi bor ekan, o'zini yosh paytidan beri tortinib keladigan turnigi. Qani ko'ramiz hozir nechta tortinar ekan. Davay, готов. Tortmamdan qo'yaman. Hozir paket berishdim. Aha, ko'ramiz. Qani ketdi. Zo'r. Yaxshi. Ha,
Uncha bo'lmas ekan. Men hozir sanamizda 2 tani tortindi, men undan ko'p tortaman. Men chiroqchidaman, bu dehqonoboddan. Ko'ramiz. Kiyimni men berib keldimmi? Chiroqchi har doim oldinda yurgan. Qaysi bor bizlarda? Tortmagan hozir. 1 2 3 3ta yetadi, chunki nima deganda sana 2 ta tortindi. Ne 3 ta tortindi? Yaxshi. Mana samanlar boltasi. Bu bilan Etni olib kirsa. ana chang bo'ldi. Bilamizki, Dehqonobod qir adirliklar bilan joylashgan tuman hisoblanadi. Quruq, ochiq joylari ko'p, tog'lari ham yaxshi, dam oladigan joylari ham ko'p. Hozirgi bu samanni hovlisida ham daraxtlar kam ekan. Aslida bitta katta archa bor ekan. Bilamizki, Qashqadaryo go'shi bilan mashhur hamma joyda. Albatta Dehqonobodda ham go'sh bor ekan. Shunaqa mini obed.